Navbatdagi bemorimiz xurraga o'tadi, shuning uchun kelgan bizga. Sonografiya qildik. Hozir sleep endoskopiya qilmoqchimiz. Ya'ni uxlagan holatda xurraga o'tishini ko'ramiz va qaysi qismi xurraga o'tishda qatnashayotgani, qaysi qismi nafasini bo'g'ib qo'yayotganini ko'rib aniqlaymiz. Bu operatsiyaga kerak bo'ladi. Burnidan tutamiz. Bemorimizni sleep endoskopiya qildik. Mana xurraga o'tish hozir ham eshitilib turibdi. Asosan yumshoq tanglay qismida va bodomcha bezi sohasida kollaps aniqlanyapti. Shu qismi ishtirok etyapti. Xudo xolasa biladi, 6-kun mo'ljallaganmiz operatsiya qilishga. Xudo xolasa tutiladi.